Yana bitta ajoyib shogirdim bor. Biz o'zi 3 ta aka-ukamiz. Sherzod, Begzod, Shahzod Boymurodovlarimiz. Men hozir Shahzod Boymurodov ukamizni davraga taklif qilar ekanman-da. Bu ham hozir o'zimizni mana shu musiqalarimizni qo'yib turgan yigit, zvuk rejissorimiz. Lekin bunda ham bir talant bor. Baq kelganda Shahzodjon. O'xshaydi menga? Bitta o'sha radio boshlovchilar bo'ladi-ku, xarakterlari. O'shani qilib berganda bir. Albatta, assalomu alaykum. FM 88.4 Navro'z radiosida biz efir dasturlarimizda davom ettiramiz. Ayni damlarda bizga qo'ng'iroqlar bor. Ular bilan birma-bir tanishib, tabrik so'zlarini o'z egalari tomon yo'llash niyatidamiz. Bugun Sherzod Boymurodning chiftalari qo'limda. Bizda studiyamizda jaldagi mehmon san'atkor bor. Albatta, men ularni davramizga taklif qilmoqchiman. O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov. Assalomu alaykum ustoz, xush ko'rdik studiyamizda. Avvalambor assalomu alaykumlar. Rahmat. Ben açıkını aytaman. Bu radyonu juda ham yaxshi ko'raman. Mana shu yaxshi ko'rganingiz uchun Erkin aka biz studiyamizga sizni taklif qildik va aytish Yo'q, jiyan qiziq ekansan-la. Mana bu yerda farmon, saltanat, diydoring qursin, ketib qolishdi-ya. bilasizmi, hurmatli tinglovchi, bir narsadan foydalangan holatda aytmoqchiman. Bugungi studiyamizda Xalpoq guruhi Maray Mamat tog'a ham tashrif buyurgan. Ustoz, assalom. Ya unaqa bo'lmaydi jiyan. O'sha Mike Tyson bilan ham ringga chiqaman-da, o'sha o'ng ko'zini mo'ljalab turib bitta urmoqchi edi, o'tib ketib qoldi. Chap ko'zini mo'ljalab bitta urmoqchi edi, baqvatman-da. Qatdandir musht tutsa bo'ladimi? Voy, 15 kun politsiyada yotib mana o'lmaganimni qara, baqvatman-da. Mana shunday voqeadan keyin haligi o'zimni televizorda ko'rdim, haligi mani urganda diydoring qursin. Men haligi ringdan chiqib yana ringga tushganman-da. O'lmaganimni qara, baqvat bo'lganman-da. Mani otam ham baqvat bo'lgan-da. Biz baqvatlar sulolasidan biz desam men yanglishmagan bo'laman-da. Mani dakan xo'razim bor. Dakan xo'razim ham baqvat. Bilasizmi, fursatdan Menga qara. Men tushunmayapman. Biz radioga keldikmi yo baqvatlik festivaligami? Men hurmatli tinglovchilar, Menga qara jiyan, sen menga navbat bergin. hurmatli tinglovchilar, biz qisqa bir reklamadan so'ng dasturimizni davom ettiramiz. Rahmat. Guldiroz qarsagiylar. Bormi bu narsa bunda ham? Bora. Bo'ladigan bo'lar. Shahzod Boymurodov, молодец.